Farzandining tashxisini qabul qilishdagi onalarni bosib o'tadigan 5 ta bosqichini sanab beraman. Birinchisi bu inkor qilish. Ya'ni onalar farzandini tashxisini eshitgandan keyin bo'lishi mumkin emas, noto'g'ri tashxis qo'yilgan degan fikrga kelib, o'zini ovutishni, ya'ni tashxisni inkor qilishni boshlashidir. Ikkinchi bosqich bu g'azab, ya'ni mana nega aynan menga bunday farzand berildi deya hammadan g'azablanish, shifokordan, qarindosh urug'lardan, oila a'zolaridan va o'zidan g'azablanish hamda har kimdan ayb qidirish bosqichidir bu bosqich. Bu bosqichda onalar yechimni emas, aybdorni qidirishga urinishadi. Uchinchisi bu kelishuv, ya'ni hayot bilan savdolashish. Boshqacha qilib aytganda, agar shu dori ta'sir qilsa, agar shu narsa ta'sir qilsa, shu narsa bolamni tuzatsa kabi har bir narsadan mo'jiza qidirish va har bir eshikka birin-ketin bosh suqib chiqishdir. Bu bosqichda onalar juda ko'p pulni, energiyasini kerak emas narsalarga sarflab qo'yishadi. To'rtinchi bosqich bu tushkunlik, ya'ni bu bosqichda onalar juda ham emotsional tushkunlikka tushadi. Umidsizlik, yig'i, ichki og'riqni his qilishadi va bu bosqichni biz boshqa tilda suitsid, ya'ni suiqasd bosqichi deb ataymiz. Ya'ni bu bosqichda ona deyarli har bir tashxisli farzandi bor onaning ichidan men o'lib qo'ya qolsam edi yoki farzandim shunday yashaguncha o'lib qo'ya qolsa edi degan juda og'riqli gapni xayolidan, ko'nglidan o'tkazadi. Buni inkor eta olmaymiz. 99% ayollarda aynan mana shu gap 4-bosqichda xayolidan o'tadi. 5-bosqich esa bu albatta qabul qilish. Ya'ni boshqacha qilib aytganda alhamdulillah bosqichi yoki yana ham boshqacha aytganda shukronalik bosqichidir. Ya'ni bu bosqichda onalar farzandini tashxisini qabul qilishni boshlashadi va aynan mana shu bosqichdan keyin esa hamma yaxshi o'zgarishlar kelib chiqadi. Eng muhim bosqich mana shu bosqich hisoblanadi. Aynan shu bosqichda katta burilishlar bo'ladi. Sababi bolajonisining bittagina kichkinagina o'zgarishini ham shukronalik bilan qabul qilgan onaning shukrini ketidan yana qayta shukrlar kelishini, ya'ni natijani ketidan natijalar kelishini boshlaydi. Bu narsa juda ko'p psixologlar tomonidan o'rganib chiqilgan bosqichdir. Aziz onajonlar, deyarli har bir onam yuqorida aytib o'tgan bosqichlarimdan o'tadi. Faqat kimdir tezroq, kimdir esa sekinroq, kimlargadir oylar yetadi bu bosqichlarni bosib o'tishga, kimlargadir esa yillar kerak bo'ladi. Eng ko'p uchraydigan narsa 4-chi, ya'ni tushkunlik bosqichida ko'p ayollar oilasi buzilib ketishi, yaqin qarindoshlari bilan munosabatlarini buzilishi, hammani har bir narsaga aybdor qilishi va ayniqsa o'zini har bir narsada, ya'ni farzandining tashxisida ayblashi va buning oqibatida o'ziga zarar yetkazishlar ham juda ko'p uchraydi. Aziz onalar, agar siz mana shunday tushkunlik etapida bo'lsangiz, ya'ni tushkunlik bosqichida bo'lsangiz, albatta o'zini ishini yaxshi bilgan mutaxassislarga murojaat qiling va hech ham tushkunlikka tushmaslikka harakat qiling. Zero psixologlar tomonidan o'rganilganda aynan 4-bosqich emas, 5-bosqich, ya'ni alhamdulillah bosqichida farzandingizda zo'r o'zgarishlar bo'ladi va buning uchun esa oilani buzish, yaqin qarindoshlar bilan munosabatlarni buzib yuborish aslo to'g'ri kelmaydi. Siz baribir bu etapdan o'tasiz va baribir 5-bosqichda qabul qilganingiz natijasida eng yaxshi yutuqlarga, ya'ni farzandingizni sog'ayishiga erishasiz. Yuqorida aytib o'tganlarimdan siz qaysi bosqichdaligingizni kommentariyada yozib qoldiring va bizga obuna bo'lishni unutmang. BMT sizning farzandingizni rivojida katta yordam berishga tayyordir.